Assalomu alaykum, kim qop ketgan 2012da 103 102 emas 0302da aytishyapti zamon tez o'zgarib ketdi deb, ha? O'zgardi lekin baribir ham ko'nikdiga. Endi yo'llarimiz radarsiz bo'lmaydi. O'tishdan qochish ham xatarsiz bo'lmaydi. Qadar ham qadrsiz bo'lmaydi. Unutmaymiz o'tmish qabrsiz bo'lmaydi. Qatarda bor o'tmishdan kelar sado. Yangi so'zlar kirib keldi, trader, ambassador, motivator, aytishnik, ChatGPT, intellekt. Oldin SMS bo'lardi, hozir esa bu direkt. Hech qanaqa dastavka va hech qanaqa uzum tezkor. Tezkor faqat tez yordam va prosta nomi edi tezkor. Ishkal bo'lsa tez bilardi, mahalla komitet bor. Hozir esa internetda Bular ves O'zbekiston. Uchga yozmay qoldi bolla, kimda pasta bor degan savol bo'lardi. Bu hayotda kimni esida bor? Manda bor. Zamon farqin yana kimda aytolarkin, kimdan chiqqan kasallik bakteriya qaytararkan. Mayli progressga qarshi turmaymiz u. O'zimiz ham Nokia'da yurmaymiz u. Voydod.netga boshqa kirmaymiz u. Hatto game klubdan o'chga qolmaymiz u. Sanda bor, hammada bor ehtimol. Hozak va himoya qiladi kep qolsa shamol. Tan olinglar, Marvel bashkana bo'lib ketdi batamom. Esimizda 2012 oxirgi zamon. Kimda bor? Bu taassurot kimda bor? 2012-yillar уже Telegramda bor. Nimaga bunaqa dedik? Instasi qotirishadi. Yana bir ko'z yumib ochdi, o'qishni bitirishadi. Xotira qolarkan asta bari-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan xari-xaridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. Asta zerikarsan barcha lari-laridan. O'tmishni eslab qolasan xari-xaridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. Bu hayotiy tajribamiz sanasak necha yillik rangli suv